juda ham ko'pchilik matematikani endi yangi boshlagan o'quvchilar aynan mana shu nuqtalarda xato qilishadi. Misol uchun 3 ni 2 ga qo'shsam 5. Buni kichik sinflarda o'tamiz. Bu juda ham oson. 3 dan 2 ni ayirishni ham bilishadi. Javobi 1 chiqadi. Lekin -3 plus 2 bo'lganda ko'pchilik xato qiladi. Agar mana shunaqa ishoralari ikki xil bo'lib turgan sonlar bo'lsa, avvalo ishorasiga e'tibor bermaymiz. Kattasidan kichkinasini ayiramiz. 3 dan 2 ni ayirsam 1, kattasining ishorasi minus bo'lgani uchun minusini qo'yib qo'yamiz. Yana misol keltiraman. -7 plus 9. Ishora ikki xil. Kattasidan kichkinasini ayiraman. 9 dan 7 ni ayiraman 2. Kattasi ishorasi plus bo'lgani uchun bu plusligicha qoladi. Endi mana buni ko'ramiz. -7 -7. Agar ishoralari bir xil bo'ladigan bo'lsa, umuman ishorasini e'tiborga olmaymiz. Bu ikkalasini qo'shamiz, 14 bo'ladi va ikkalasi ham minus bo'lgani uchun minusini qo'yib qo'yamiz. Yana bitta misol, mana misol uchun 3 -8. Ishorasi bunda plus yozilmagan, mana bunda bo'ladigan bo'lsa, minus ishora turibdi. Ishorasi ikki xil. Demak, kattasidan kichkinasini ayirayman. 5, kattasi ishorasi minusligi uchun minusini qo'yib qo'yaman. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar qo'shayotganimizda yoki ayirayotganimizda ishoralari ikkalasida bir xil bo'lsa, ikkalasini qo'shib, ikkalasi qaysi ishorada bo'lsa, shuni o'zini qo'yamiz. Mana ikkalasini qo'shdim va ikkalasi ham minus bo'lgani uchun minusini qo'ydim. Agar ishoralari mana bu misollarga o'xshab ikki xil sonlarni qo'shish ayirish kerak bo'ladigan bo'lsa, eslab qoling, kattasidan kichkinasini ayiramiz va qaysi sonimiz katta bo'lsa, o'shaning ishorasini javobga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling.